Endi liqildoqlarda o'zi vazifasi nima? Ya'ni chaqaloqlarda nima uchun liqildoq kerak? Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, liqildoqning vazifasi birinchi navbatda tug'ruq paytida, ya'ni tug'ruq yo'llaridan o'tayotganda boshni hajmi kichrayishi kerak bo'ladi va shuni hisobiga liqildoqlar hisobiga bosh hajmi kichrayib, tug'ruq yo'llaridan yengil o'tib olishga yordam beradi. Undan keyingi vazifasi bu boshni keyinchalik o'sib rivojlanishda, bosh miyani o'sib rivojlanishda bizga ya'ni joy bo'ladi. Ya'ni kattalashish uchun keraklicha o'sha joyni bo'lishi hisoblanadi. Undan keyingi vazifalari bu diagnostik vazifa hisoblanadi. Ya'ni diagnostik vazifasida biz shifokor tarafdan liqildoqni o'sha ko'rganda ichida o'sha gidrotsefaliya holatimi bosh miyani ichki sohasida yoki o'sha suvsizlanish holati bormi yoki bo'lmasa tug'ruq jarayoniga boshqa holatlarda yoki travma holatlarida qon quyildimi yoki nima o'zgarish bo'ldi, uni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni albatta o'sha maxsus liqildoq, bitmagan liqildoqdan UZI datchik yordamida tekshirib, bu neyrosonografiya tekshiruvi deyiladi. Shu tekshiruvni amalga oshirish orqali bilib olishimiz mumkin bo'ladi.